Demak, davom etamiz. Mana hozir agar ko'radigan bo'lsak, spawning obstacle'larni spawning qilishi to'xtamayapti. Mana urildik, o'yinni to'xtatdik, okey. Lekin ahamiyat beradigan bo'lsak, bu yerda spawning hali ham davom etyapti. Spawning qilish, obstacle'larni spawning qilishi game over bo'lgandan keyin biz to'xtatib qo'yishimiz kerak. Uning uchun biz tekshirishimiz kerak. Spawningni ichida game over qiymati, ya'ni playerdagi is game over qiymati true false ekanligini spawn managerda tekshirishimiz kerak. Boya biz move left'da tekshirdik, backgroundda move left'da mana o'tgan darsimizda. Uni qiymati false bo'lsa harakatlantirdik. Xuddi shu narsa spawn managerda ham uni qiymatini biz mana instantiate bu o'sha obstacle'larni yaratish, to'g'rimi? Obstacle'larni yaratish bo'lyapti. Mana shu narsa if deb shu yerda tekshirib olishimiz kerak. Game over qiymatini. Demak, buning uchun biz yangi obyekt yaratib olamiz, player controller deb. Va uni topamiz, player controller then game object find player deymiz. Player va playerdan o'sha player controller komponentini olamiz va uni player controllerga beramiz. Va mana bu yerda spawning qilish, obstacle'larni yaratish bu qachon yaratiladi? If tekshirib olamiz. If player controller dot is game over teng false bo'lsa, true bo'lsa yaratmasin, false bo'lsa yaratsin. Save qilib endi tekshirib ko'ramiz. Playni bosamiz. Qani spawning qilish to'xtadimi yo'qmi? Game over bo'ldi. Mana endi ana bo'ldi, game over chiqdi. Va agar qaraydigan bo'lsak, game over true. Bu yerda hech qanaqa spawning bo'lmayapti. To'g'rimi? Chunki faqat is game over false bo'lsagina spawning davom etishi kerak. Lekin uni qiymati hozir false emas, ya'ni true. Shuni hisobiga bu if statement ishlamaydi va mana bu 28-layinda turgan kodimiz ham ishlamaydi. Endi yana bitta narsa qilishimiz kerak. Agar mana sakrab o'ynab ko'radigan bo'lsak, obstacle'lardan sakraymiz. Hozir urilib ketdim-da, birinchi ikkinchisidan o'tay. Mana o'tdim, birdan, ikkidan ham o'tdimi? Agar ko'radigan bo'lsak, bu yerda ikkita obstacle harakatlanyapti-da. Mana. Ya'ni ikkita o'tdim-u, ikkita obstacle hali ham harakatlanyapti. Mana ket minus bo'yicha pastga tushib ketyapti. Chunki unda move left skripti bor. Mana shu move left skriptida biz uni player sakrab o'tgandan keyin bu yoqqa o'tib ketgan obstacle'larni biz o'chirib yuborishimiz kerak. Kelinglar shu narsani yozamiz. Uning uchun move left skriptini ochib olishim kerak. Va bu yerda biz o'sha obstacle pozitsiyasini tekshirib olamiz. Agar u qanaqadir chegaradan o'tib ketsa, uni destroy qilgan degan skript yozamiz. Private float bo'ladi. Endi bu yerda left bound bo'ladi. Left bound, misol uchun -15 dan oshib ketsa, 16, 17, 17 bo'lsa-da, ya'ni 15 dan -15 dan bu yoqqa o'tib ketish degani -16, -17 va hokazo bo'lish degani. Va update ichida tekshirib olamiz obstacle pozitsiyasini. Real time'dagi pozitsiya position.x left bound deymiz. Va agar shunaqa bo'lsa destroy
game object deymiz. Ya'ni game object deganda bu yerda o'sha mana shu skript nimaga attach qilingan bo'lsa, qaysi obyektga, ana o'sha obyekt destroy bo'ladi degani. Save qilib run qilib ko'ramiz. Move left skripti mana qaysi obyektga attach qilingan, obstacle-ga va background-ga. Hozir birinchisiga urilib ketdim. Birinchisidan sakrab o'tishim kerak. Sakradik. Bu yerda yana bitta muhim nuqta bor. Misol uchun agar -5 qiladigan bo'lsam buni, -5 ko'ringlikchi nima bo'ladi? Background ham o'chib ketadi. -5 qiladigan bo'lsam. Sakrayapmiz. Urildi. Birinchi obstacle. Birinchi chiqqan obstacle o'chib ketdi. Boshqa obstacle yo'q bu yerda, bitta bor. Nimaga o'chib ketib qoldi background? Chunki left bound skripti anaqaga ham berilgan. Backgroundda ham bor mana move left. Bu -5 dan o'tib ketsa destroy game object deb yozdik-ku, bu backgroundda ham. Shuning uchun biz ajratib olishimiz kerak. Va deymiz. Va game object dot compare tag obstacle bo'lsa. Obstacle aynan obstacle bo'lsagina o'chir. Agar u boshqa obyekt bo'lsa, uni o'chirma. Endi hozir play qilib ko'ramiz. Mana endi turibdi backgroundimiz faqat obstacle o'zini o'chiryapti. Demak, menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, bu darsda biz o'rgangan narsalarimiz qanaqa qilib bitta skriptdan turib boshqa skriptga murojaat qilish mumkin, taglarni ko'rib chiqdik va taglar juda ko'p ishlatilishini ko'rib chiqdik. Misol uchun move leftni ishlatdik tagni yoki boshqa mana move left ochadigan bo'lsak, tag ishlatyapmiz. Aynan obstacle-ga teng bo'lsa degan qismi bor. Player controllerda booleanni ishlatdik, is game over. Ya'ni bu o'sha collisionni agar u groundga tegishi bor va obstacle-ga tegishi bor, player obyekt ikkita obyektga tegadi. Uni ko'rib chiqdik. Bir qancha muhim bo'lgan mavzularni ko'rib chiqdik. Darslarni kuzatishda davom etinglar. Keyingi darsimizda loyihani davomini davom ettiramiz.